Taga Namangan shahridan bo'lmasa qizimni bermayman. Tushunsanmi? Namangan shehrini bilish kerak menga. Assalomu alaykum. Oka, yaxshi kelasizmi? Alaykum assalom. Rahmat. Uzunsiz bo'lmisiz? Rahmat oka. Endi sizdan yashiradigan gap yo'q oka. Qizingizni ko'nglim bor edi oka. Xon, okaxon. Ha? Tarbiyasi zo'r yigit aka. Ko'zimga qaragan uy elitdi. Ha, yaxshi. Uzungiz yaxshimisiz? Tovduzmi? Tog'. Nima u tog'? Hozir oka. Tog'. Tog' yo'q ekan oka. ChatGPT tog' Ha, tovduzmi tov? Ha, tovuq. Saribola pizzada ishlayman oka. Tovuq oyoqchalari qo'shilgan tovuq tuzu. Tavuqni ta'mi tuzu, oka? He, jinni xom. Yomon hazil qilar ekansiz, jinni. Bu bozordaman deganingizga Lola bilan kelisizmi deb o'ylanmasiz. Kech qolib ketdingiz. Yo'q aka. Endi bilmayman-da, sizga gul yoqishni bo'lmasa olardim. Lola gulmi? Hazil yomon qilasiz, lekin ha. Ovora qilmasdan bu Kinchabi xollaga aytmabsiz, Kinchabi o'tirmabdi-da o'yiga. Ha, Kinchabilar oka, siz rozi bo'lsangiz o'tishadi. Manzilingizni bersangiz oka. O'zimizga shu Sumalak tomonda turamiz. Shu Sumalakga o'tirmabsiz-da o'zingiz ham. Bugun qilyapsizmi? Ha, Sumalak ko'cha. Ha, uzr. Uka o'qiganman degandek. Shu dashkolada o'qiganmisan? Dashkola. Ruscha gapiradi demadi-yu. Bo'ldi uka. Go'zallikman demaysizmi? Go'zalliksiz? Yo'q aka, hijolat qilmang. Yigit kishiga go'zallik berma kerak bor. Uka, qara. Qaysi maqtada o'qigansan? Mata? Ha, qaysi maqtada o'qigansan? Nechi maqtada? Oka, bo'ldi, charchadim. Mana shuni o'zingiz yozib bering aka. O'rtog'im yozib bergandi. Umuman gapingizga tushunmayaptim. Shalash. Chordoqlar ekan-ku bu. O'rtamizda shaharlar bizlarni ayirar.